Diqqat yurtdoshlarimiz uchun tezkor xabar. 1-sentyabrgacha xavfsiz hududlarga ko'chiriladigan zapravkalar ro'yxati tuziladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Vazirlar Mahkamasi yoqilg'i quyish shoxobchalarida xavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan yangi qarorni qabul qildi. Unga ko'ra 2025-yilda respublika bo'yicha 6196 ta va yoqilg'i quyish obyektida tekshiruv o'tkazilib, 46737 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Shundan 25 mingdan ortig'i sanoat va texnik xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan. Tekshiruvlar davomida 7166 ta kamchilik bartaraf etildi. Xavfsizlik talablarini qo'pol ravishda buzgan 464 ta zapravka faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Qarorga muvofiq 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab xizmat muddati tugagan, ishlab chiqarilgan sanasi noma'lum yoki o'rtacha bosim ostida ishlaydigan uskunalardan foydalanish taqiqlanadi. Ushbu cheklov 2030-yilgacha amalga oshiriladi. Shuningdek, gaz ballonlari haqidagi ma'lumotlar Eko-himoya va U-gaz tizimlari orqali o'zaro integratsiya qilinadi. Natijada gaz quyish shoxobchalari avtomobillardagi gaz ballonlarining texnik holatini elektron tarzda tekshira oladi. Yangi talablarga ko'ra, moduli yoqilg'i quyish shoxobchalari faqat sertifikatlangan uskunalar bilan xavfsizlik masofalarida mustahkam poydevor hamda yong'inga qarshi himoya tizimlari bilan jihozlangan holda o'rnatilishi mumkin. Bundan tashqari 1-sentyabrgacha xavfsizlik, ekologiya va shaharsozlik talablariga javob bermaydigan hamda aholi hayotiga xavf tug'dirayotgan yoqilg'i quyish shoxobchalari ro'yxati shakllantiriladi. Ushbu obyektlarni bosqichma-bosqich xavfsiz hududlarga ko'chirish bo'yicha alohida chora-tadbirlar ishga tushiriladi. Qarorga ko'ra, yoqilg'i quyish shoxobchalari ko'chirilgan taqdirda ham tadbirkorlarning yerga bo'lgan huquqlari saqlab qolinadi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.